Assalomu alaykum. Yo'l-patrul xizmati inspektori Dehqonov. Yaxshimisiz? Transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi me'yoriy hujjatlarni taqdim etsangiz. Shudagi yashash joy Ko'soy shahri qidiruv qo'yilgan aka avtotransport sitesiga. Xabarim bor aka. Buni bartaraf etgunga qadar vaqtinchalik avtotransport sitesi jarimadan saqlab turamiz aka. Mashinani o'chirib turasiz, evakuator xizmatidan foydalanib, evakuatorga ulab beramiz aka mashina. Xizmatdan foydalanishim shart aka. 109 115. Markazga evakuatorni bering. Qabul bo'lyapti. Evakuator jadvasini omalarga. Endi jon aka o'zi olib borib beraman deb evakuatorga. Xizmatdamiz aka. Yo'qda jon aka. Xizmat joyini tashlab ketdingizmi? Evakuatorga hozir mana qo'shimcha pulim yo'q jon aka. O'zi olib borib beraman deyapman aka. Keling oldimga o'tiring. Orqaroqqa oling. Orqaga. Mashinada to'lanmagan jarimam bor ekanmi mana aka. O'zi mashina to'g'risida. Orqali to'lanmagan jarimam bo'lsa aytganki, hozir bu ma'muriy ijro, majburiy ijro xatiga yuborgan qanaqa jarimalarni hozir evaziga mashina olib ketyapti. Mana o'sha sizga qidiruv e'lon qilib taqiq qo'ygan inspektorda majburiy ijro bo'limida inspektor telefon raqami, familiya ismigacha turibdi aka. Mana bog'lanishingiz mumkin. Ichkilik bo'lmaganmi aka? Tekshirib ko'ring aka. Ha? Yo'q. Harakatlaringizni o'z tutishingizdan shunga qarab olib boryapsiz aka. Keling, chiqing, o'tiring. Bizni aka asabim buzildi. Ishdan charchatishdan insonman-da aka. Bo'ldi aka, biz ham xizmatdamiz. Bir-birimizni to'g'ri tushunamiz endi aka.